Diqqat bilan qarab turinglar, o'rtoqlar. Nukleotid tarkibini o'rganamiz. Demak, nukleik kislotalar mana bu yerda nima? Nukleotid. Endi hozir sizlarga nukleotid tarkibini o'rgataman. Nukleotid 3 ta tarkibiy qismdan iborat. Birinchisi azot asosi, ikkinchisi uglevod, uchinchisi fosfat kislota qoldig'i. Azot asosi nukleotid tarkibida 2 xil bo'ladi. Purin, pirimidin. Purin azot asosiga adenin bilan guanin kiradi. Pirimidin azot asosiga timin, sitozin, RNKdagi ulatsid. Uglevodlar 2 xil bo'ladi. Dezoksiriboza. Hamma uglevodda bu dezoksiriboza pentoza, ya'ni monosaxarid. Tarkibda nechta uglevod atomini tutadi? 5 ta uglevod atomini tutadi. Ikkinchisi esa riboza. Bu ham xuddi shunday pentoza, monosaxarid. Ikkalasi bir-biridan farqi nimada? Kimyoviy jihatdan farqi oksi degan kislorod. Demak, bitta kislorodda kam bo'ladi. Ribozaga nisbatan bitta kislorod kam bo'ladi, lekin tarkibdagi uglevodlar soni teng bo'ladi. 5 ta pentoza. Fosfat kislota qoldig'i? Fosfat kislota. Fosfat kislota H3PO4 bo'ladi. Demak, mana shu nukleotid tarkibi hisoblanadi, o'rtoqlar. Masalan, DNK tarkibidagi adenin tarkibi qanaqa desa, sizlar aytishingiz kerak. Azot asosidan purinlardan adenin, uglevoddan dezoksiriboza deysizlar, fosfat kislota qoldig'i. Bu DNK tarkibidagi adenin. Agar RNK tarkibidagi adenin desa, azot asosi purindan adenin, uglevoddan riboza bo'ladi. RNK degani uchun fosfat kislota qoldig'idan bitta. Tushunarli? Mana shu demak kimyoviy tarkibga ega nukleotid. Agar o'rtoqlar, nukleotidda azot asosi bilan uglevodni o'zi bo'ladigan bo'lsa, nukleozid. Buni nukleozid deyiladi. Nukleozid deyiladi. Fosfat kislota qoldig'i bo'lsa nukleotid, bo'lmasa bu ikkalasi tarkibiy qism nukleozid deymiz. Tushunarlimi? Bo'ldi, yozaman.